qizlik kosmetikalarimni yarmi tushunasizlarmi? Qolganlarini o'sha yarmini ko'pini daryoga olib chiqib tashladik. Chunki hammasini mamatiga anaqa qilgandik, mamatiga polniy taxlab chiquvdik. Poqqa aytib tushib ketsa bo'ladimi? Keyin to'g'rillattirdik ustiga chaqirib. Endi hozir atirlarni ham yarmidan ko'pini chiqarib tashladim. Faqat keraklilarini olib qoldim. Kosmetikalarimni ham keraklilarini olib qoldim-da. Hozir endi men bunga joylab qo'ymoqchiman. Atush kop ko'tarmayapti. Men yana bir marta kosmetika olaman desam, kelib urishinglar meni. Вообще-то uringlar, xo'pmi? Nima qilaman men shu narsani? Yana naryoqda yana. Hammasini sotsak, bemalol mashina olsak bo'ladi lekin. Kosmetika magazin ochaymi ekan? Hammasini почти ishlatmaganlarim ham bor-da. Bir marta ham ishlatganman. Mana men bu pudrada bilmayman bir 5 tani olib qo'yganman, zapas qilib. Lekin hozir ishlatmayman. Nima olganman? Bir 2 tasini ishlatganman. Qatlada